bo'lay desang mustaqil, kvartirani ekta qil. Mana azizlarim, sizlar uchun 5 daqiqasidan 4 qavatli binoning 2-qavatidan 2 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Arentriga keladigan bo'lsak, shundoqqina karvash moykani yonginasida. Bu kvartiraga qo'shib, bu yoqda garajlari, domni orqa tarafida tapchanlarni qo'shib berar ekan. Qanunda birgalikda domni ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Mana azizlarim, xonadonimizga kirib oldik. Kirganimizda katta, kengina prixoshkalarimiz kutib oladi. Kirganimizda shundoqqina chap qo'limizda bitta xonamiz, yotoqxona, spalniy qismimiz. Mana ko'rib turibsiz, remontlari yaxshi holatda. Bemalol kirib, maza qilib yashasangiz bo'ladi. Bu yoq derazadan shundoqqina ko'chalar, dvorlari tinch holatda ko'rinib turadi. Undan o'tganimizda bu yoqda shundoqqina katta zal qismimiz. Zalimiz ham mana ko'ryapsiz, remontlarni yaxshi holatda qilib qo'yilgan. Bu yoq kattagina bemalol maza qilib kelib yashasangiz bo'ladi. Undan o'tganimizda bu yoqda tualet vannasi, bu yoqda hojatxona qismlari, aristonlarni qo'yib qo'yilgan, issiq suv, sovuq suv hammasi bemalol, gazlardan umuman muammo yo'q. Mana ko'rib turibsiz, polni kafellar terib yaxshi holatga keltirib qo'yilgan. Undan o'tganimizda mana bu yoqda shundoqqina oshxona qismimiz, ayollarning sevimli xonasi. Mana ko'rib turibsiz, chiroyli holatda mebellarni taxlab qo'yilgan, gaz plita, bu yoqda suvlardan umuman muammo yo'q ekan. Undan o'tganimizda bu yoqda balkon qismimiz, balkonimiz 6 ga 1,5, bu yoqqa yaxshi holatda mana ko'rib turibsiz, tapchanlarni o'rnatib qo'yilgan. Boya aytganimizdek, ko'chada mana tapchanlarni qo'yib qo'yilgan, uy egalari bemalol yozning kunlarida mazza qilib salqinda o'tirsalaringiz bo'ladi. Mana azizlarim, xonadonimizni ko'rib oldik. Ko'rib turganingizdek, bitta oila kelib mazza qilib yashaydigan holatda. Bu uyimizda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Maktab, bog'cha, magazin hammasi shundoqqina 2 daqiqalik yo'lda joylashgan. Bu uyning narxini egalari 31 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. 5 daqiqasidan 2 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarga bu videoni yuborib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.